kutmagan narsa kuzatildi. Bu ham bir mo'jiza. Hayotda endi o'z o'rnini topadigan paytida xohlasak xohlamasak biz bir-birimizga xalaqit berib qoldik. Shuning uchun ba'zi bir vaqtda qaysidir brigada o'z ish faoliyatini ma'lum bir muddatga to'xtatib turishga to'g'ri kelib qoldi. Bemorda koma holatidagi bemorda ko'zlaridan yosh oqa boshladi. tepa qavatdan tushib ketganligi yuzasidan axborot berildi va hammalarz rozi bo'linglar, o'zi taqdirga tan bergan. Bunaqa paytda hech qanaqa reaksiya bo'lish kerak emas edi va ungacha ham kuzatilmagan hech narsa. Kurashishimizga men o'ylayman sababchi bo'ldi. Ibrohim aka shu Xorazmlik. Shu yerga kelib ishlayotgandagi o'g'lim bilan birga. Shunday ishlar bo'lib qoldi. O'g'lim 7-etajdan tushib ketib qoldi balkondan. Ablyusorni g'isht teramiz fasadni. O'sha 7-etajni balkon bitirib qo'limiz yetadigan qilib tergandiklar ishni. Izna. O'g'llarim endi lesa quramiz deb o'sha yerga yotganda nimadan balkondan qo'yib tayib ketib qolgan. Bu holat haqida kimdan, qayerdan eshitdingiz? Shanba kuni odatiy kunimiz, dam olish kunim edi. Ishga kelib bemorlardan birrov xabar olishga kelgan edim va qabul bo'limida o'tirganimda zudlik bilan demak bemor tepa qavatdan tushib ketganligi yuzasidan axborot berildi va shok palataga olib borildi. Hammadan tinmasdan kechirim so'rab turibdi va nafas yo'llarida olishga qiynalishligi bor va og'riq uni qiynab turgan edi birinchi ko'rganimda. Bizga telefon orqali murojaat qilishdi. Shunaqa og'ir ahvolda 7-qavatdan yiqilib tushgan bemorni og'ir ahvolda olib kelingani aytildi va telefon orqali eshitganimizdan keyin biz ish joyimizga yetib keldik. Shok xonasida turibmiz. Dastlab bemor xuddi shu xonaga og'ir ahvolda olib kelingan. Bu haqda bizga qabul bo'limidagi qizlarimiz telefon orqali murojaat qilishgan. Sababi dam olish kunlari edi. Zudlik bilan hamma xirurglar brigadasi yig'ildi va bemor ko'rildi. Bemor ko'rilganda juda ham og'ir ahvolda edi. 7-etajdan tushib ketgan, qo'shma jarohatlar bilan shikastlangan, og'ir ahvoldagi bolakay edi. Bu bemor haqida birinchi marta eshitgan vaqtim, men boshqa korpusda darsda bo'lgan vaqtimda eshitdim. Bemorni umumiy ahvolini so'ragan vaqtim o'sha vaqtda reanimatsion holatdaligini aytildi. Uyda bo'lgan paytimda eshitdim. Bemorning holati juda og'irligi ta'kidlanganda zudlik bilan yetib kelindi. Darhol amaliyotga olindi va amaliyot so'ngida bemor reanimatsiya bo'limiga o'tkazildi. Ta'birdan beri yozmayman. Necha yoshdasiz? Bu klinikada qancha muddat davolandingiz? Ikki oy edik. Keyin yiqilib tushdim. 7dan. Hammasi yaxshi qaradi. Doktorga tegtirgan. Rahmat. Tashxis qo'yish va davolash jarayonida qanaqa asosiy qiyinchiliklarga duch keldingiz? Bemorning umumiy ahvoli og'irligi, bemorni turli xil tekshiruvlarga olib borishni ko'pincha imkonsizligi sababli ko'plab qiyinchiliklar duch keldik. Masalan, MSKTga olib borishda, uni qaysi holatda ushlab turishda hammasi qiyinchiliklar kuzatildi, lekin reanimatologlardan bilan birgalikda biz buni uddaladik deb o'ylayman. Bemorga tashxis qo'yish jarayonida qiyinchilikka uchramadik desak ham bo'ladi. Ammo davolash jarayonida qiyinchiliklarga uchradik, chunki bemorda barcha sohasida boshi, oyog'i, qorni, ko'kragi, oyoqlarida, qo'llarida travma hisobiga jarohatlanish bor edi. Birinchi tez tibbiy yordamni reanimatologlarimiz hamda travmatolog bilan birgalikda yuz jarrohligi brigadasi yordam ko'rsatishdi. Sababi bemorimizda qo'l va oyoqlari singan edi, ularni fiksatsiya qilish kerak edi. Shu bilan birga bemorda jag' sohasida ham suyaklar sochilib ketgan edi. O'shani inobatga olib transportirovkaga, ya'ni tekshiruvlarga tayyorlash maqsadida birinchi o'rinda yuz jarrohlari, travmatolog hamda anesteziolog, reanimatolog brigadasi bemorga birinchi yordam ko'rsatishdi. Yuz jag' sohasida pastki jag' suyagi bir nechta sohasidan singanligi aniqlandi. Xususan ikki tomonlama bo'g'in bog'chasi va markaziy tishlar sohasidan sinib siljiganligi, ya'ni pastki jag' o'zini avvalgi anatomik holatini yo'qotganligi aniqlandi. Qanday qiyinchilik tug'dirganligiga keladigan bo'lsak, bu bemorimizda rejalashtirilgan operatsiya usulimiz o'tkazish imkoniyati bo'lmadi, chunki singan bo'g'in bog'chalari olingan vaqtda maydalanib ketdi. Bu uni qayta tiklash imkoni bo'lmadi. Shu sababli qolgan qismi repozitsiya qilindi va markaziy tishlar sohasi titan mini plastina va shuruplar yordamida fiksatsiya qilindi. Ketma-ket 8 bora jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Shu boisdan har bir bosqichda o'ziga yarasha tiklanish bosqichi va yana bemorda og'irlashish holatlari kuzatildi.
va bizni eng qiynagan holat bu o'sha bemordagi septik shokdan chiqarib olish fazasi bo'ldi. Sababi bemorga ishlatilgan deyarli barcha antibiotiklarga nisbatan rezistentlik paydo bo'lgan, ya'ni u dorini ishlatasiz, lekin natija olish qiyin bo'ladi. Shu qator ustozlarimiz, xususan ustozimiz tibbiyot fanlari doktori professor Visolat Hamzayevni va Komil Shodiyevichlar va Muzaffar Anvarovichlarni tavsiyasi bilan bemorda o'sha antibiotiklarga sezuvchanlikni yo'qotishning yagona yo'li uni uzluksiz ravishda ishlatishni yo'lga qo'yish. Ya'ni bemorga deylik antibiotik qiladigan vaqt 2 mahal deb hisoblansa, shu antibiotikni qilishi fonida yana o'sha uzluksiz ta'minlash uchun lineamatlarda antibiotiklarni doimiy jo'natib turish va bu orqali organizmda shu antibakterial vositaga nisbatan rezistentlik rivojlanishini oldini olish. Tiklanishi qaysi bosqichlari eng murakkab bo'ldi? Bemorni oyoqqa qo'yish. Eng qiyin bo'ladigan vaziyat bemorni oyoqqa qo'yish. Chunki uni demak 3 ta segmentida operativ davolash o'tkazilgan suyaklarida. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, uni turg'izib oyoqqa qo'yish biz uchun bu eng murakkab bir protsesslardan biri bo'ldi. Qayta operatsiya qilganlarni o'tkazgandan keyin bemor eminda shu bemorni asoratlardan chiqarish bosqichi eminda qiyinchilik tug'dirdi bizga. Chunki bemorni o'lim darajasiga olib keladigan holatlarga yetib bordik biz. Bizda ko'p vrachlar o'zida ham bunaqa umid yo'q edi kasal bemorni chiqib ketishidan. Xudoning karomati bilan bemor chiqib ketdi. Shu jarayonda bizda qiyinchiliklar tug'ildi. Asosiy qiyinchilik bu yerda bemordagi ko'plab jarohatlarning mavjudligi hamda uning transplantirovkasi, ya'ni ma'lum bir joyga olib borish uchun juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilish lozim edi. Shu narsani hisobga olmasak, qolgan barcha jihatlarda tashxis qo'yish yoki kasallikni ma'lum bir sabablarni aniqlash jarayonida qiyinchilik tug'dirgani yo'q. Bundan tashqari operatsiya vaqtida yana bir qancha qiyinchiliklarga duch keldik, chunki bitta operatsiya vaqtida bir nechta brigada birgalikda ishlashimizga to'g'ri keldi. Xususan biz yuz jarrohi va travmatolog ortopedlar yordamida birga ishladik. Travmatolog ortopedlarimiz bemorda son, boldir va yelka suyagidagi sinishlarni bartaraf qilishda ishlashdi va shu vaqt davomida biz yuz jarroh sohasidagi sinishlarni bartaraf qilish uchun bir vaqtda amaliyot o'tkazdik. Amaliyot o'tkazayotgan vaqtimizda xohlasangiz xohlamasak biz bir-birimizga xalaqit berib qoldik. Shuning uchun ba'zi bir vaqtda qaysidir brigada o'z ish faoliyatini ma'lum bir muddatga to'xtatib turishga to'g'ri kelib qoldi. Shuni hisobiga operatsiya jarayonimiz ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar tug'dirib va muddati ham cho'zildi. Bu bemorni davolashda qancha mutaxassis ishtirok etdi? Bu bemorni davolashda adashmasam 20 dan oshiq mutaxassislar birgalikda olib bordik, birgalikda konsiliumlar o'tkazdik. Har kuni bemorning ustida uni ahvolini yaxshilash bo'yicha muhokamalar o'tkazdik. Bu bemorni davolashda juda ko'p mutaxassislar ishtirok etdi. Anesteziolog, reanimatolog, hematolog, travmatolog, jarroh, stomatolog, yuz jarrohlari va albatta tibbiyotning pastki bo'g'inlari ham albatta ishtirok etishdi. Farroshlar, hamshira va hokazo. Va har birlarini o'ziga yarasha o'rni bor bu bemor sog'ayib ketishida. Xususan tiklanish bosqichida shu reabilitologni jarayonga aralashuvi ham bemorimizda tiklanish bosqichini tezlashuviga yordam berdi. Xirurglar sonini aytadigan bo'lsak, bizda xirurgiya bo'limimizda 5 ta xirurg bo'lsak, 5 ta xirurgimiz hammasi ishtirok etdi davolash jarayonida. Tushunarli. Bu bemorda siz hayratga solgan bironta hodisa bo'ldimi? Hayratga soladigan hodisalar ko'p bo'ldi bu bemorda. Aynan bitta bir hodisa kuzatildiki, bitta o'zimni emas, ko'p odamlarni, vrachlarni, shifokorlarni hayratga soldi. Qaysi vaqtda bemor og'ir ahvolda, koma holatda yotgan paytda bemorda hech qanaqa tashqi ta'sirlarga reaksiya kuzatilmasdi umuman. To'g'ri, bemorni otasi har doim bemor yonida tez-tez kirib turgan
lekin onasi uzoq viloyatda bo'lgan. Onasini talab bilan bemor ko'rishga yetib keldi. Shunga qaramasdan biz kirgizishga harakat qilmasdik, qarindoshlarni og'ir ahvolda bo'lgani uchun. Bir kun onasi so'radi, ko'rib chiqishini so'radi bolasini yoniga kirgizdik onasini. Onasini kirgizganimizda bemorning yonida onasi birinchi marta ko'rganda ancha vaqtdan keyin og'ir ahvolda yig'lay boshladi. O'sha paytda biz kutmagan narsa kuzatildi. Bemorda koma holatidagi bemorda ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Bunaqa paytda hech qanaqa reaksiya bo'lish kerak emas edi va ungacha ham kuzatilmagandi hech qanaqa reaksiya. Menga ilhom bag'ishlagan narsa bu bemorni yosh bo'lishiga qaramay uni irodasini mustahkamligi bo'ldi. O'zida ham hayotga bo'lgan kurashuvchanlik, oiladagi o'zini o'rniga egaligini his qilishi, kerak paytida shu holatda bo'lsa ham undan sog' holatda bo'lgan ota-onasiga dalda berishi bizni to'g'risi hayratga soldi. Bemorimiz uzoq vaqt hushida bo'lmaganligi sababli va sun'iy nafas olish apparatiga ulanganligi sababli va o'z navbatida pastki jag'imiz markaziy okklyuziya holatida bitish jarayonini amalga oshirish imkoniyati nisbatan qiyinlashdi va hozirda bu narsani bartaraf qilish uchun bizda ortodont mutaxassislarimiz ishlamoqda, ya'ni bular maxsus plastinkalar yordamida shishliq holatini o'z holatiga kelishi va chaynov funksiyasini tiklanishi uchun harakat qilishadi. Va davomimiz natijasidan ko'rgan holatda, ya'ni bemorimiz umumiy ahvoli bir necha oydan keyin qoniqarli stabil holatga chiqqandan keyin biz o'z ishimizdan huzurlanish hissini tuydik. Eng asosiysi baribir yaratganni bergan umri, yaratgan shu bolaga umr bergan ekan, qancha og'irlik, qancha mashaqqatlarni ko'rmasdan bu bola ich-ichidan hayot uchun kurashda davom etdi. Va eng asosiysi bu yerda ahil va inoq brigadani mavjudligi. Xirurgический brigada, anesteziolog va reanimatologlar brigadasi, bosh miya hamda yuz jarrohlari, undan tashqari travmatologlar hamma jamoa birlashib bir yoqadan bosh chiqarib shu bemor hayoti uchun astoydil kurashganimiz uchun va yana bir marta aytaman, Xudoyimni bergan umrini shu bola davom ettirgani uchun menimcha hammasi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu boshdan o'tkazgan tabib degan so'z bor. Bu bola o'sha bosqichni bosib o'tdi. Bemor 18 yoshda hali hayotda endi o'z o'rnini topadigan paytida, lekin birinchi olib kelinganida u tinmasdan bitta so'zni takrorlasdi. Meni kechiringlar, dadamni kechiring, akamni kechirgin, hammalaringiz rozi bo'linglar. O'sha taqdirga tan bergan holatda kelganini o'zi ham qanaqangidir kurashishimizga men o'ylayman sababchi bo'ldi. Siz amaliyotingizda shu kabi yana holatlar bo'lganmi? 10 yil davomida ishlayotgan bo'lsam, 10 yil davomida bunaqa holatlar bo'lib turgan. Lekin ko'pincha bemorlar og'ir travmalar natijasida hayotga mos kelmaydigan travmalar bo'lganida ko'pincha vafot etgan. Shoshilinch xizmatda ishlaganimizda respublikada bizda har kunlik holatimiz, har kun qilinadigan yordamimiz xuddi shunaqa turdagi og'ir bemorlarga xizmat qilish hisoblanadi. Endi shuning uchun bunaqa holatlarni juda ham ko'p ko'rganmiz. Shunga o'xshash bir holat kuzatilgan. Bemor amaliyotga olingan, amaliyotda qorni ochib ko'rilgan. Qorni ochilganda deyarli ichakni hamma qismi nekroz bo'lib, ya'ni ish faoliyatini davom ettira olmaydigan darajada holatga kelib qolgan holat bo'lgan va uni na qirqasiz, na qanaqadir amaliyot qilasiz. Fan nuqtai nazardan amaliyot foydasi yoki zarari bo'lmagan holat bo'lgan va eksplorativ deydi, shu holatda ochib yopilgan va bemorni reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan. Bemorga reanimatsiya bo'limida simptomatik davo choralari yo'lga qo'yilgan va Xudoning mo'jizasi bilan shu bemor hayotga qaytgan. Fan ojiz bo'lib qoladigan holatlar bor. Ya'ni fanda o'qiysiz, lekin hayotda shu o'qigan narsangizga qarshi bir holat bo'ladi. Bu bolada ham shunaqa holat kuzatildi deb o'ylayman. Bu ham bir mo'jiza. Bizni jamoamizni hayron qoldirgan jihat bu bir nechta sindromlarni birgalikda kelishi bo'ldi. Xususan septik shok holati yog'li emboliya sindromi bilan birga kelishi va pirovardida bemorda respirator distress sindromi yuzaga kelishi va bu holatlarni davolash davomiyligidagi ishlatiladigan dori vositalarini
bir tizimga foydasi bo'lishi bilan birgalikda ikkinchi tizimga ziyoni bo'lib qolishini bilgan holatda biz ishlashga majbur bo'ldik. Bu holatga tushmaslik uchun odamlarga qanaqadir maslahat bera olasizmi? Barcha respublikamizda har xil ish faoliyatida ishlaydiganlar bor. Hamma kasbning o'zida xavf bor. Eng asosiysi o'sha xavfdan o'zini saqlagan holda ish faoliyatini yuritish, o'zini qonun qoidalariga, ish faoliyatini olib boradigan qonun qoidalariga rioya qilish talab qilinadi. Agar shu qonun qoidalarini buzish xuddi shunaqa jonga nisbatan travmalarni kelib chiqishiga olib kelishi mumkin. O'sha shifokorlarimiz sa'y-harakatlari, jamoaviy yondashuv, har bir bo'g'inni to'g'ri ishlashi bemorni sog'ayishiga turtki bo'ldi. Hodisa sodir bo'lganda birinchi o'ylaringiz qanaqa edi? Allohga shukr. Endi Allohga qarab nola qildik, duo qilib, Allohga shu pastga tushganimizcha bir ming marta Allohning nomini eslab yugurib kelib, shunday ko'tarishimiz bilan gapirib boshladi. Olib kelishimiz bilan shu yerda vrachlar Allohga shukr sirazi boshlab borishdi, qabul qilib olib sirazi birinchi yordamni ular berib oldi. Islombiyni tiklanish jarayonida eng qiyin vaqt qaysi bo'ldi siz uchun aynan? O'sha reanimatsiya deyotgan kunlar yo'q. Qancha muddat reanimatsiyada bo'ldilar? 2 oydan oshdi. 4-chi etajda ishlayotgan hammasiga, hatto o'sha yerda ubорщиклari ham Allohga shukr hammasi yaxshi. Pastda 3-chi etajda bo'lyapmiz. Mana palataga tushgandan keyin yaxshi hammasi, rahmat. Eng qiyin paytlarda yordam bergan odamlarga nimalarni aytmoqchisiz? Ilohim Alloh shularga qilganlaridan ziyoda 10 barobar ziyoda qilib mehribonchilik ko'rsatsin deymiz. Rahmat shukr hammasiga. Mana shu kabi qiyinchiliklarga duch kelayotgan odamlarga qanday maslahat bera olasiz? Endi nima deyman shu? Shunday agar dardga chalinib, dardini shifosini izlaydigan insonlar bo'lsa, mana shu больницаga kelsa, doktorlarni qarashi, ilmi Allohga shukr yaxshi hammasi. Bunaqa больницаlar lekin boshqa joyda qiyin gap. Men bilmadim, men endi больницаlarga borib ko'rmaganman-da. Menimcha bunaqa qiyin, bunaqa qaramaydilar-da. Unchalik e'tibor bo'lmaydi ularda menimcha. Tez yordam ko'rsatishi, boshqa hamma dori-dormon o'zida masalan yuguri yo'q. Hamma narsa o'zida. Menga aytmagandilar bular. Bir 10 kun o'tgandan keyin xabar berdi-da, o'zim bildim-da. Har kuni so'rashib turgandim telefonga. Men juda nimaga tushib qolgandim-da. Nima turib bo'lmaydi-ku unda. Eshitgan zahoti yo'lga chiqib kelaverdim. Juda yomon bo'lganman-da, kirib tura olmaganman-da uning yonida. Ko'rdim-da, yomon bo'ldim. Ahvolim og'ir edi-da. Eng qiyin vaqtlar gapira olmay, bu yoqda turib turganda, nima bo'lganda unga ovqat yedirishda, yolmaganda og'ir kunlar bo'lgan. Shifokorlarning munosabati sizga yaxshi bo'ldimi, qanaqa bo'ldi? Ha, juda yaxshi bo'ldi. Shifokorlarga rahmat aytamiz hammasiga. Va shu 4-bo'limdagilar rassa ustida turdi-da, hammasiga Odilxon, Muzaffar aka, Azimxon, Ulug'bek akalarga katta rahmat aytamiz. Qizlarimiz bor, Barnoxon, Alfiyaxon, Zulfiyaxon, hammasiga hamma qizlarimiz, sanitarkalar ham hammasi yaxshi turdi. Hammasini hissasi katta bularni-da. O'z farzandiga qaragandek qaradilar. Emotsional tushkunlikka tushib qolasiz, baribir farzandingiz bunaqa holatda ko'rish oson emas. Sizga kim eng yaxshi qo'llab-quvvatlashi yoki bo'lmasam qanaqadir yordam berdi? Qayinsing'illarim keldi, qayinopalarim, o'zim opalarim, qizim hammasi keldi. Hammasi bir nima qilib berdi-da, hammasi yaxshi. Meni qattiq sinov nima bo'ldi. Endi bu yog'iga yaxshi bo'lib kelsin, ko'rmagandek bu. Maqsud akaga, Dilshod akalarga, Lobarxon, Zeboxon, hammalari juda yaxshi qarashdi-da. O'shalarga ham hatto nima sanitarka qizlarimiz, masalan, hissasi katta-da bularni. To'g'ri. Yaxshi ekan.